Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda oziq-ovqat sanoatida ishlatiladigan taralar haqida, ularning afzalligi, kamchiligi haqida dars o'tamiz va afzalligi, kamchiliklari haqida kerakli ma'lumotlarni o'zlashtirasizlar. Oziq-ovqat sanoatida tara mahsulotlarini himoya qilish, sifatini saqlash va logistik samaradorligini ta'minlash muhim texnologik element hisoblanadi. Zamonaviy ishlab chiqarish tara shishalarini brend kommunikatsiya va marketing rolini ham bajarish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda asosiy funksiyalariga keladigan bo'lsak, himoya, saqlash, muddatini uzaytirish va shu kabi tashishga qulaylik, estetik ko'rinishi bilan o'ziga yarasha tara idishlarida afzallik tomoni va funksiya vazifasini aytsak bo'ladi. Qolaversa, texnologik talablariga keladigan bo'lsak, gigiyena talablari avvalambor, demak o'sha iste'molga yaroqli bo'lgan har qanday oziq-ovqat mahsulot gigiyenik talablariga, qoidalariga rioya qilingan holatda texnologiyada yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Bundan ham demak to'g'ri ma'lumot olsak bo'ladi. Demak, metallarni mosligi, qolaversa barqarorligi va qayta ishlash imkoniyatligi borligini ham aytib o'tishimiz mumkin. Mana ko'rib turganlaringdek, metal taralar, ya'niki o'ziga yarasha metal taralarda aytadigan bo'lsak, konserva mahsulotlarida, ya'ni o'sha konserva mahsulotlarida go'sht mahsulotlarini ko'proq germetik yopilishi bilan ishlatiladigan taralar hisoblanadi. Albatta, buni ham o'ziga yarasha afzallik, kamchiliklari bo'lgandek, ya'niki mustahkamligi, o'sha qattiqligi, ya'ni o'sha bardoshliligi afzallik bo'lsa, undan tashqari yuzlarni himoya, uzoq saqlab turish imkonini ham beradi afzallik tomonlarni. Endi kamchiligiga keladigan bo'lsak, tabiiyki o'sha temir metallarni ustiga ishlov berish kerak. Oziq-ovqat sanoatida ishlov berilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, ya'niki o'zi o'sha demak oziq-ovqat mahsulotlaridagi tarkibini yomonlanishiga, sifatini buzishiga yoki reaksiyaga kirib ketish ehtimollari bor. Shuni hisobga olgan holatda buni ham bir kamchilik deb bemalol aytsak bo'ladi. Amalda hozirgi kunda tara metallardan keng foydalanib kelinmoqda. Shisha taralari, shisha bilamizki mo'rt bo'ladi, ya'ni sinuvchan tomonlari bor. Lekin mahsulotni demak o'sha germetik yopilib turishi, uni estetik demak ko'rinishida chiroyli bo'lishi, o'sha reklama qilganda ham o'ziga yarasha zavq berishi shisha idishlardan hozirgi kunda keng oziq-ovqat sanoatida turli xil napitkalardan, turli xil o'sha aytaylik gazirованный, gazli, gazsiz ichimliklardan foydalanishda ko'p ishlatib kelinyapti. Yana qo'shimcha sifatida mana ko'rinib turibdi, murabbo sifatida ham murabbo bir qancha demak mahsulotlarda ishlatishimiz mumkin. Albatta, afzalligi ta'mi, sifatini saqlab qolishi, yana uni demak shisha taralarda qayta ishlash imkoniyati borligi ham afzalligi hisoblanadi. Kamchilikka keladigan bo'lsak, tez sinuvchan, o'sha yuqorida aytganimizdek o'ziga yarasha demak mo'rt bo'lganligi uchun ta'sir ostida tezda sinib ketish ehtimollari bor. Undan tashqari og'irlik va transport xarajatlari qimmatga tushishi bu ham demak ikkinchi kamchiligi hisoblashimiz mumkin. Hozirgi kunda plastik taralar haqiqatan ham juda keng tarqaldi, keng ishlatyapmiz plastik taralarni. Plastik taralarda eng keng tarqalgan, eng arzon demak taralar turkumiga kiradi. Juda ham ko'p oziq-ovqatda ishlab chiqarishda ko'p foydalanamiz.
lekin o'ziga yarasha bir qancha kamchiliklari bor. Shu kamchiliklardan aytib o'tadigan bo'lsak, atrof muhitga eng katta ziyon tegadi. Biz o'sha mahsulotlarimizni olib iste'mol qilganimizdan keyin alohida quti yashikka tashlab qo'yishga ba'zi holatlarda demak e'tibor bermaymiz. Shu kamchiligimiz muhim kamchilik, chunki bilamizki, demak o'sha plastik taralari bir qancha muddat chirimaydi, ancha muddatgacha demak o'sha atrof muhitga zarar yetkazadigan tomonlari bo'lganligi sababli ziyon yetkazib qo'yadi. Afzalligi yengilligi, ya'ni yengil bo'lgandan keyin transportda tabiiyki ancha tashishda, yetkazib berishda ancha nima bo'ladi. Shaklini o'zgartirish ham bu o'ziga yarasha demak afzallik tomonlariga kiradi. Transportni iqtisod qilish, ya'ni o'sha transportda taralarimiz yengil bo'lgandan keyin birmuncha demak tan narxi ham o'ziga yarasha arzon bo'ladi degan mahsulotga tomoni bor. Xo'p, qog'oz va karton taralar. Hozirgi kunda bilamiz, sut mahsulotlari, sok mahsulotlari ko'plab ishlab chiqarishda demak kartondan, qog'oz va karton taralardan foydalanamiz. Karton va papkali demak idishlarimiz qayta ishlash mumkin. Uni ham demak o'sha qayta ishlash imkoniyati borligi, ya'ni suyuqlikni demak saqlab turishda o'ziga yarasha demak uzoq muddat saqlab turish imkoniyati borligi bilan o'ziga yarasha afzalligi bor. Bu o'ziga yarasha kamchiliklarini ham aytib o'tadigan bo'lsak, yog' mahsulotlariga sezuvchanligi, ya'ni yog' mahsulotlarida demak o'sha saqlash imkoniyati yo'qligi, ya'ni o'sha asosan demak o'sha sut mahsuloti va o'sha aytaylik bir qancha suvli mahsulotlar uchun bo'ladi, yog'li mahsulotlar uchun demak o'sha to'g'ri kelmasligi ham aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, kompozitsionlashgan taralar, kompozitsion taralar, ya'ni bu yerda ko'proq e'tibor qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda bir qancha aytaylik chaqchuqlarda ham hozir mana rasmlardan bilsak bo'ladi. Chaqchuqlar deymizmi, shirinliklar deymizmi, juda ham ko'p demak assortimentga boy bo'lgan taralarda ishlatish mumkin. Bir nechta materiallardan tashkil topgan hisoblanib, bu yerda endi mana afzallik tomoni o'sha axborot ma'lumotlarini chiroyli qilib demak o'sha ko'rinishini tovarniy vid holatiga keltiradigan afzalligimiz bor. Va kamchiligimizga keladigan bo'lsak, demak o'sha atrof muhitga ziyonini yetkazib qo'yishimiz atrof muhitga bo'ladi. Bugun kompozitsiyonni yaxshi tomoni bir qancha qatlamlardan tashkil topgan bo'ladi. Bular ham o'ziga yarasha demak o'sha mahsulotni uzoq saqlab turishiga o'ziga yarasha xizmat qiladi. Xo'p, endi mana shu mahsulotlarda kelib chiqib tara tanlash mezonlarini aytib o'tadigan bo'lsak, tara tanlashda quyidagi omillarga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni o'sha mahsulot tarkibi, ya'ni o'sha saqlash muddatlari, transport sharoitlari, gigiyenik va xavfsizlik talablari, iqtisodiy samaradorlik va ekologiyaga alohida e'tibor bersak, o'sha asosiy mezon hisoblanadi. Mahsulotni demak xususiyatlari, namligi, kislotaligi va mikro iqlimini demak saqlagan holatda muhim hisoblanadi. Bir joydan ikkinchi joygacha tashib berishda, boshqa masalalarda albatta o'sha taralarni demak to'g'ri tanlay bilish ham muhim hisoblanadi. Ya'niki yana eng muhim jihatlari mana shu barcha taralar haqida bugungi darsimizda aytib o'tganimizda eng o'sha go'z talabiga mos keladigan, standartlarga mos keladigan, ya'ni o'sha hozirgi kunda oziq-ovqat sanoatida oziq-ovqat xavfsizligini demak o'sha barqaror yurishi uchun oziq-ovqat xavfsizligiga demak qonun qoidalariga rioya qiladigan darajada agar o'sha taralarni tanlab mahsulotlar
sifatini yaxshilashda yoki o'sha saqlab turishda yetkazib